Assalomu alaykum. Reyaranchi obunachilari. 19 may hafta kuniga seshanba. Sharxon Xondombek cho'chib Buqa bozordamiz akalar. Bittadan like bosib, kommentariyada do'st fikrlarni qoldirib, qo'llab-quvvatlab turaverasizlar akalar. Xorozlar, barakalar. Ko'rsatamiz har xilidan. Jonivor, simentalni qaranglar akalar. Simentalda shoxligi. Boy aka necha pul qilishdi buni? 70 ming so'mdan so'rashyapti akalar. Baraka bo'lgan yo'q. Turishiga necha narx aytilyapti o'zi aka? 60 deyapti aka. 70 ming so'mdan baraka bo'lmayapti akalar. Mana simental. Siqvozlariga. Mana jonivor. Simentalni uzoqdan ko'rinish akalar. 70 ming so'mdan so'rashayotgan kiloga 60 million narx aytilayotgan turishiga. Necha kilo keldi bu aka? 438. Necha bilan baraka bu? 66 dedimi? 66 ming so'mdan baraka akalar. 438 mi? Shunaqa deyishyapti. 66 ming so'mdan. Kilosini ko'rib ko'rasizlar akalar. Kalkulyatorga tushib necha bilan tushganini. Otamiz. 320 kilo. Necha pul bo'ldi bu aka? Taroziga keldik aka. Shunchakimi? Ha. 320. Qancha bo'ldi aka? 100 lira, 300 necha edi? 20. 320. Narxini bilishmas ekan. O'zimiz tushib. Shu qirg'iz buqamiz savdo bo'lyapti akalar. Qora buqa. Ma'lumotlarni bilamiz hozir. Necha pul bo'lyapti tog' savdosi? Shu. Ha bo'ldi, nima deyapti? 66 ming so'mdan savdo bo'lyapti akalar. Altmış altı ming so'mdan. Akalar Greyfordimiz ham prosta shunchaki kilosini bilgan olib chiqishyapti. Taroz yasasa kilosini bilamiz hozir akalar. 63 ming so'mdan akalar kilosiga 43 million turishiga. Yirik semiz novvos akalar 63 ming so'mdan savdo bo'layotgan qora buqamiz. Bo'ldi endi ana. Mana 64 ming so'mdan. Belki ya ezilma deyapman. Bo'ldi. Qalam men Baraka bo'lsa ko'rsatamiz. Dars ko'rsataveramiz. Novvos kattaligini qaranglar akalar. aytaymi? 38 bo'lib qolsa, ezilma. Jinnini yoqolma deyapman seni. 1.70 dan baland ekan buqamiz. Jonivorni kattaligini qaranglar akalar. Yo, jinnimisan? Ikkinchisi simental akalar, sherigi simental bu rossiyskiy ekan. Yanishdingmi yo? O'ta yirik ekan novvoslar. Ma'lumotlarni bilamiz. Savdolari necha puldan bordi bular? 58 40 yarim. 58 million kattasi. 40 yarim simental. 40 million 500 ming so'm simental. 58 katta. Mana deysizmi, boqqanga ham bu buqalar akalar. Kattaligini qaranglar, bu jonivordir. 1.70 baland keladi bo'yi shuni. Greyfordimiz akalar 64 ming so'mdan bo'pti. 64 ming so'mdan baraka bo'pti. Bitta ko'rib qo'yamiz endi akalar. Kilosini. Torozlar qizg'in.
Tarozilar qizg'in. ...536 kilo keldi akalar. Chiqsa bitta ko'rinishni ham ko'rsatamiz, yurishni ham ko'rsatamiz akalar. 536 kilo keldi. Ana jonim. 536 kilo kelgan buqamiz. 64 ming so'mdan. Barakasini beraversin. Akalar, narxlar shunaqa 63 mingdan boshlab 70 mingga doğru bo'lyapti. Metallar 70 ming. Yog'li novvoslar 63, 64. Bunda o'rtacha yaxshi go'shtdor novvoslar 66, 65 shunaqa bo'lyapti akalar. Hisoblarini chiqarib ko'rasizlar novvos baqa ekanlar. Shvets guli ekan akalar. Mana bu qaranglar, tanasini tozalagan. Bu mini shvets ekan. Bunga pul verdingizmi aka? Nech pul? 36 million xotib beryapti, ha? To'g'rimi? 5 million so'm. Jonivorimiz zotga ishlatadigan toza narsa ekan akalar. Haqiqiy zotga ishlatadigan toza bu ekan. Jonivorning orqa ketini ko'rib ko'rasizlar. Boş. Buraya boş. 35 million turishga savdo bo'lyapti. Buqani zo'rlari turadi akalar, albatta har doimgidek. Mana Sharalelmi bu, limuzinmi bilmadim endi, bittasi sement olaman. Sharalel shekilli. Egalari yo'q, narxlarini bilmaymiz endi akalar. O'zlarini shunday ko'rsatib qo'yamiz. Ko'chat. Necha pul verdingiz? Bunu tortmadinglarmi turigini? 500 kilo. 34 million so'm savdo bo'lyapti akalar. Qo'ng'ir simental. Jonivor. Barakasini beraversin, biz ko'rsataveramiz tabiiy. Ko'chatlar. Ko'chatlar akalar, ko'chatlar deydi-yu. Shvetsni zo'ri savdo bo'lyapti akalar, albatta, Shvetsni zo'ri. Necha pul bo'lyapti aka savdosi? Damlab qo'ydi. 230 million aka. 230 million. 200 ming ham 30 million so'm bo'lyapti akalar, Shvets ko'chatimiz. Ana jonivor. 100 ming so'm yo'l so'rashyapti 30 ga akalar. Mol ham zo'r, puli ham zo'r bo'lyapti. Navbatda yana bitta ko'chatimiz akalar. Bu Greyfordmi? Rossiyskiy Greyford. Necha pul savdo qilishdi? 19 million savdo. Aytilishi necha pul bo'lyapti? 25. 25 million narx aytilyapti, 19 million savdo qilishyapti akalar. Bo'ylari 1.15 atrofida, ko'chati chiroyli. Nomeringizni qo'yaylikmi aka? Ayting. 99lik. 904 54 86. Nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar aka. Dastavka qilib berasiz vodiy bo'ylab. Kelishib bo'lsa. Aloqaga chiqaverasizlar, kimga ma'qul kelgan bo'lsa akalar, Greyford qochamiz. Shvetsni guli ekan. Esbo qilishdi boy aka buni. 21 million 600. Toza narsa ekan. Necha pul aytilyapti aytilishi? 25 million aytilyapti, 21 million 600. Kallalarni ham ko'rib qo'ylar jonivor. Bilinib turargan. Mana kallalar. 21 million 600 ming so'm akalar. Ko'chatni zo'rini qaranglar akalar. Ajralib turibdi o'z o'rtada. Boy aka, necha puldan xatyapsiz? Savdosi nima bo'ldi?
28 gacha. Toza narsa ekan, toza yerman akalar. Mana ishqibozlarga yerman buqa. Necha oylik bu? 4 oylik. Real Rancho. Toza narsa. 32 narxatlab 28 million savdo qilishdi akalar. Barakasini beraversin. Sotilgan buqalar. Nech pul bo'ldi bu aka? Jupi. 33,5. Jaydari buqalarimiz jupi 33,5 million bo'libdi. Nech puldan bo'ladi? 16 million 750 mingdan bo'ladimi? 33,5 million so'm. Jaydari o'zimiz местный qora buqachalar akalar. Bo'ylari 1.10-1.15 atrofida. 21,5 million so'm jaydari buqamiz akalar. Boqma. Nech pul bo'ldi? Sotilmadi. 17,5 million so'mga Shvets ko'chatimiz akalar. Mana barakalar. Barakalardan ham qo'yib tashaveramiz oraga. Bular nech pul bo'ldi aka? Bilmayman aka pulini. Pullarini bilishmas ekan. Yana bitta orada ko'chat tozasi bor. Nech pul qilishdi aka buni? 21,5. Nech pul narx aytyapsiz? 25 million narx. 25 narx aytilyapti, 21 million savdo qilishyapti akalar. Bo'ylari 1.10-1.15 atrofida 2-3 oylik Shvets buqacha. Ko'raverasizlar. Yosh jaydar novvoslar akalar, aralashtirib qo'yaveramiz. Buqa bozorda buqa serob. Boqma buqachalar. Boy aka nech narx aytyapsiz bunga? 17. Nech pul qilishdi? 15,5 million. 17 million narx aytilyapti, 15,5 million savdo bo'lyapti. Chiroyli buqacha ekan. Nima o'z? Tekis. Va jonivor. Ko'chat qaranglar akalar. Nech pul qilishdi buni aka? 23 million qo'ygan. 23 million. Nech narx aytyapsiz? 26 million kam bor ekan, 23 million qilishibdi akalar. Ko'chatni zo'r ekan lekin. Jonivor. Bu ham Shvets, toza Shvets. Kami sotildi 9,5 million so'mga akalar. Daha ko'rsataveramiz. Zotli buqalar ekib oldi, zotli ko'chatlar akalar. Jonivorni qaranglar. Nech pul qilishdi buni aka? 20 million 200 ming. Nech puldan aytyapsiz? Nech puldan aytyapsiz? 23 milliondan aytyapkan, 20 million 200 ming qilishibdi akalar. 2 oylik atrofida buqacha. Sistemda. Malades, narxlar zo'r. Narxlar dahshat. Buzoqchalar akalar 11 million so'mdan savdo bo'lyapti. Kunlik rossiyskiy buqachalar. Shahrixon Xolnamay bozoridamiz yana har doimgidek. Yana ko'chatlar akalar. Buni nech pul qilishdi aka Shvetsda? 18. Nech pul narx aytyapsiz? 23. 18 million savdo bo'lyapti, 23 million narx aytyapti akalar. Ammo toza Shvets ekan, haqiqiy Shvets mashina. Oyoq qo'liga e'tibor berib ko'rasizlar. Jonivor.